Kompetensiyani rivojlantirish institutida malaka oshirib, sertifikat olish uchun cert.mc.uz tizimidan murojaat yuborish kerak. Buning uchun cert.mc.uz ga jismoniy shaxs bo'lib, doim ishlatadigan telefoningiz orqali kirasiz. Sahifani tepa qismidagi o'ng tomonda murojaat tugmasini bosish kerak bo'ladi. So'ng oyna ochiladi. Ochilgan oynada o'qish tilini tanlaysiz. Qayerda o'qimoqchi bo'lsangiz filialni, qayerda test topshirmoqchi bo'lsangiz test joyini tanlaysiz. Qaysi yo'nalishda malaka oshirmoqchi bo'lsangiz yo'nalish turini tanlash imkoniyatingiz mavjud. O'z manzilingizni kiritasiz. Elektron pochtangizni kiritib, oliy ma'lumot to'g'risidagi diplomingiz rasmini yuklaysiz va yuborish tugmasini bosasiz. Shunday qilib murojaatingiz yuborilgan bo'ladi. Yuborishni bosgandan so'ng murojaatingiz ko'rinmasa xavotir olmang. Sahifani yangilab ko'ring. Murojaatingiz turgan bo'ladi. Demak, murojaatingiz yuborilgan.